Bemorimizda 20 kun oldin septa turbina plastik operatsiyasini bajarganmiz. Qayta ko'rikka kelganlar. Burun to'siqlari juda ham qiyshiq edi, keskin. Mana tekis turibdi. To'siqlar tekis turibdi, halqumlarigacha ko'rinib turibdi. Nafas yo'llari to'liq ochiq. Chap taraflari ham mana shunaqa. Nafas yo'llari to'liq ochiq. To'siqlar tekis turibdi. Alhamdulillah hammasi yaxshi. Xo'p, operatsiyadan oldin burningizdan nafas olishingiz qanaqa edi? Hozir qanaqa? O'zgarish bormi? O'zgarish his qildingizmi? O'zgarish his qildim. O'sha operatsiyadan oldin yaxshi nafas olmaganimdan, даже uxlayotganda ham og'zimni ochib yotardim-da. O'zim sezmaganman, uydagilar sezgan. Shuni hisobiga turgandan keyin ham umuman uyquga to'ymasdan, yana uyqum kelaverib, shunaqa yurardim. Keyin tez bitib qolardi. Juda tez bitardi. Operatsiyadan keyin hozir 5 soat uxlasam ham o'sha turib olmanda, anaqa bo'lib, yaxshi bo'lib turib olman. Nafas olishda ham hammasi kiryapti burnimga. Yaxshi nafas olaman. Sog' bo'ling. Operatsiya o'rinlari yaxshi. Iplarni mana hozir oldik, hammasi joyida. Boshqa kelmasangiz ham bo'ladi. Maza qilib nafas olib yuring. Hammasi yaxshi, alhamdulillah.